Boshlang'ich to'lovsiz bitta pasport evaziga uy olishga juda ham ko'pchilik qiziqish bildiryapti. Lekin hisob-kitob kelganda ko'pchilik tushunmasdan, "Voy, 1 milliard bo'lib ketar ekan" degan narsalar ko'payib ketdi. Kelinglar shu haqida to'liq tushuncha beraman. Misol uchun, ushbu Uzunbog'dagi 10 qavatli tayyor uylarimizni bir xonaligi 38 kvadrat bo'ladi. Tayyor remont qilingan. Tan narxi 304 million so'm bo'ladi. Agarda bank orqali 20 yilga rasmiylashtirsangiz, oylik to'lovlari 4,5 million so'mdan chiqadi. Qarang, 4,5 million so'mni 20 yilga ko'paytirsak, ya'ni 240 oyga общий summa bizda shunda 1 milliard 80 million so'm bo'lyapti. Dollarga pichaylikda buni 12 mingga bo'lsa 90 ming dollar bo'lyapti ekan. Nimaga narxi bunaqa ko'payib ketyapti degan savol sizni qiziqtiryapti. Qaranglar, bu bank orqali rasmiylashtiriladi. Ya'ni yillik foizi bankda 17% bo'ladi. Bu degani siz yiliga 28 million, 29 million ko'proq qo'shib beryapsiz degani. Endi buni yechimi bor. Foizlardan yana ham kamaytirish yo'li, yana hisoblang. 20 yilga 4,5 milliondan chiqayotgan bo'lsa, 10 yilga 5,5 million so'mdan chiqadi. Bu 10 yilga summasi necha pul bo'ladi? 120 oy ko'paytirsa 660 million bo'ladi. Bu dollarga pichsak 55 ming dollar bo'lyapti. Demak, belgilangan summadan ko'proq to'lab, tanidan minus qildirib, yilini ozaytirsangiz, albatta oylik to'lovlaringiz ham kamayadi va katta foizlardan qutulasiz. Yana bir muhim ma'lumotni aytib o'tishim kerak. Inflyatsiya tushunchasi ham bor. Bu nima degani? 5 yil oldingi 5 million bilan hozirgi 5 millionni solishtirib ko'ring, o'rtasida qanchalik katta farq bor. Bu degani hozirgi 5 million so'm bilan keyingi 5 million o'rtasida ham juda ham katta farq bo'lishi bu aniq. Do'stlar, hozirgi paytda bitta velosipedni ham boshlang'ich to'lovsiz ololmayotgan bir paytda Yaqin kompaniyasi ushbu 10 etajli novostroykasidan bir xonali tayyor remontlari bilan sizlarga boshlang'ich to'lovsiz bitta pasportingizga rasmiylashtirib, ertaga kelib bemalol ko'chib kelishga sharoitlar qilib qo'ygan. Yana ham to'liq ma'lumot olish uchun ushbu raqamlarga telefon qiling yoki sotuv ofislarimizga tashrif buyursanglar bo'ladi.